Mandoq. Mali. Mulozim. Isaq qo'ydi. Cho'choq o'tiribsizlar ya. Siltama qilsanglar men hisobot qilamda. Kaltim yema u. Shu tarafdan pul berdi, hisob qildi deb necha pul bo'ldi? 180 kant. %80 go. Men 200 qo'y. Kichikka bir o'ynaylar. Men men qo'ydim. Qo'lani taqsiga tekkizmay, aslidagi 200 qo'yni olsang, 200 qo'y sening. 20 qo'y yondirmasang bo'ldi. Bo'lmasa, men tamoq qilsang to'laysan. Qanday? Bu 200 qo'y pulni bu taqsinotdagi choplab qolgan tuzal qanday qilgan oldi ne? Qanday choplab qo'ydim, bundaqlab qo'ydim. Sen bilamsan. Bikalga 200 qo'yib beryaptың ana. Sen qilamsan, o'tirdi-ku. O'zini pulchi yo'q. Uyda qapti. Mana, yana 200 qo'y. Taxsining ostiga qo'yib qo'yma. Avayqidek qulog'ini tekkizmay ham ola olsang, 200 qo'y seninki. Ay shu chaqita. Bakka. Qara, anglab qildim. Men qo'y. Yine o'xshash. Qo'llarni taqsiga tekkizmay olsang, men qo'y seni. Alamsa to'skin qaytirib. Bu sizlar go'zal qizadi qo. Bu 500 qo'y pulni 1000 qo'y deb o'ynamni qildi bu yerda. Nadi 500 qo'y mana 1000 qo'yma. Haqida bizam dalkansan qo'va. Menga sen bilan o'ynamayman. Inovatim to'kilib ketdi ekan. Hey, pul bera. Ma ana telefon deymi? Tamamlık. Alamsa 1000 to'skin qaytirib. Voy, bay telefonni ichki bo'ldi bu bola. Bana ichki dur, mana turmamdan